Ingliz tilida o'zi harfli nechta, bilasizmi? O'zi to'g'risini aytsam, u muhim emas. Asosiysi bular qanaqa o'qilishi. Misol uchun BPRST ingliz tilida xuddi shunaqa BPRST o'zbekchaga o'xshab turib o'qiladi. Misol uchun mana bu toy deb o'qiladi bu, toy. TOY deb emas. Alifboni yodlab o'tirmang, bekorga vaqtingiz ketadi. Keyinchalik yodlab qo'ysangiz bo'ladi uni. Xo'p, bundan tashqari yana unlilar bor. A, E, I, U, O. Ularda O yo'q, O deydi hamma narsani. Xo'p, bo'ldi, mana mana shundan harflar tugadi. Desam, ishonasizmi? Yo'q, to'g'rimi? Endi mana bu yerda 4 ta 5 ta o'zbek tilida bo'lmagan harflar bor, sal boshqacharoq. O'shani ko'ramiz. Misol uchun V o'zbek tilida yo'q. Shuning uchun uni oddiy V deb o'qiymiz. Ingliz tilida ikkita V bor ekan. Well. Q ni ular ko'rganda K deb o'qiydi. Quit emas, quit. X ni KS deb o'qiydi ular. Box emas, box. Va ruscha S bor ularda. Ular u ruscha S, K yoki S deb o'qiladi. Misol uchun S deb o'qilganda cinema, K deb o'qilganda car. Farqini qayerdan bilamiz? Keyingi videolarda aytaman. Shu bilan mana harflarimiz tugadi. Ingliz tilida harflar oson ekanmi yoki qiyin ekanmi? Qani kommentariyaga yozing, like bosing video yoqqan bo'lsa. Buni ingliz tilini o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying shu videoni.